Milliy urf-odat va an'analar xalqimiz ma'naviyatining ajralmas qismi. Ayniqsa liboslarimizda ifodalangan milliylik o'ziga xos tarix, madaniyatni aks ettiradi. Jizzax viloyatida Milliy Fashion Show modalar namoyishi o'tkazildi. Unda milliy liboslarimizning o'ziga xosligi va zamonaviy moda bilan uyg'unligi namoyish etildi. Tadbirda 30 nafarga yaqin dizaynerlar ijodiy ishlari bilan ishtirok etishdi. Tafsilotlar esa hozirgi reportajimizdan o'rin olgan. Milliy libos millat qiyofasi shiori ostida o'tkazilgan shou moda va dizayn muxlislari uchun o'ziga xos bahoriy tuhfa bo'ldi. Modalar namoyishiga sohada faoliyat yuritib kelayotgan 27 nafar dizayner taklif qilingan bo'lib, 100 dan ortiq model ular yaratgan liboslarni namoyish etishdi. Manzilda yig'ilganlar milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan so'nggi urfdagi liboslarni tomosha qilish bilan birga o'zbek milliy musiqasi, kuy-qo'shiqlari hamda turli madaniyat markazlarining chiqishlaridan ham bahramand bo'lishdi. Milliy liboslar nafaqat estetik jihatdan muhim, balki ular xalqning tarixiy va madaniy merosini ham ifodalaydi. Shouda namoyish etilgan har bir kiyimning o'ziga xos ma'nosi, ramzi va tarixi bor. Liboslar tabiiy matolardan tayyorlanib, rang-barang naqshlar bilan bezatilgan. 2 hafta davomida yangi kolleksiya ishladim. Hozirda men o'zimning ham erkaklar, ham ayollar liboslarimda ishlab chiqdim. Erkaklar liboslariga urg'u berishimning sababi hozir ko'proq ayollarga urg'u berildi, juda ham keng targ'ib qilindi bu narsa. Endi shu narsani erkaklar orasida ham targ'ib qilmoqchi bo'ldim. Va qabilgan nimchalar, choponlar hamda aksessuar sumkalariga milliyligimizni uyg'unlashtirib ishlab chiqdim. Xalqimizning madaniy merosini saqlash va targ'ib qilish maqsadida o'tkazilgan modalar namoyishi yosh dizaynerlarga o'z ijod mahsullarini ko'rsatish imkonini berdi. Madina Ahmedova va Xobjon Abdug'aniyev Hudud informatsion dasturi uchun.